بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz Yahya aleyhisselamның İsrail avlodlarga qilgan nasihati to'g'risida. Harisil Ash'ari radiyallahu anhudan bayon qilingan hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolo haqiqatan Yahya ibn Zakariya aleyhisselamni 5 turlik ishga buyurib, uni o'zi qilishga va İsrail avlodlarini bu 5 turlik ishni qilishga buyurdi. Yahya aleyhisselam bu ishlarni ado qilib bo'lolmay turganda, İsa aleyhisselam mundaq dedi: Allah Taala seni 5 turlik ishni qilishga buyurdi va İsrail avlodlarini bu 5 turlik ishni qilishga buyurdi. Ularni bu ishlarni qilishga sen buyuryapsan yoki men buyuraymi dedi Yahya aleyhisselam. Agar ularni mendan ilgari sen buyursang, meni yer yutib ketishdan yoki men azobga duchor bo'lishimdan ansirayman dedi. Shuning bilan Yahya aleyhisselam insonlarni Baytul Maqdisga to'pladi. Masjid liq to'ldi. Dariza takchilardimi o'ltirishdi. Yahya aleyhisselam mundaq dedi: Alloh taolo meni 5 turlik ishni qilishga buyurdi va sizlarni bu 5 turlik ishni qilishga buyurayman dedi. Bu ishlarning birinchisi Alloh taologa hech narsani sherik keltirmay ibodat qiling. Allah Taalaga sherik keltirguchining misoli o'zining shaxsiy iqtisodidan bir qulni setib olib, uningga bu mening ho'ylam, bu mening xizmatim, sen men uchun bu ishni ado qilgin degan kishiga o'xshaydi. Setib olgan qul xizmatni o'z xo'jayinining g'ayriga qiladi. Qaysinglar o'zining qulining shundoq bo'lishiga rozi bo'ladi? Ikkinchi, Alloh taolo haqiqatan sizlarni namozni ado qilishga buyurdi. Namozni ado qilganda atrofga qaramay, udulga qaranglar. Allah Taala haqiqatan bende namazını turup başka tarafga burilmay udul qaraganda onunga yuzlanadi. Üçüncü, Allah Taala sizlarni roza tutishga buyurdi. Rozaning misoli miski anbar xaltisi bilan jamoatning orasida turgan kishiga o'xshaydi. Jamoatning hammasi u miski anbarning furuqini yoqtirdi. Rozadarning ig'zining furuqi Allohning nazarida miski anbarning furuqidan xushpuroqdir. Dördüncü, Allah Taala sizlarni sadaq qilishga buyurdi. Buning misoli düşmanlar asirga ilib olgan kishiga o'xshaydi. Düşmanlar u kishining ikki qo'lini gejgisidan bo'yniga bog'laydi. Uni gadiniga urish uchun oldiga ilib chiqadi. U kishi düşmanlarga men bar yo'q, hamma milimni sizlarga fidiya beri, meni qo'yib o'tinglar deydi. Shuning bilan o'ziga fidiya berib jinini qutqizadi. 5. Men sizlarni Alloh taolani ko'p zikr qilishga buyurayman. Bunun misali arkasından düşman qo'g'lab chiqqan kishiga o'xshash bo'lib, u kishi qichib bir qo'rg'onga kelib düşmandan saqlanadi. Shuningdek, inson o'zini shaytonning sharridan faqat Allohni ko'p zikr qilish orqali saqlab qola oladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Men sizlarni 5 turlik ishga buyurayman. Alloh taolo meni u 5 turlik ishga buyurgan. Buyruqni anglash, itoat qilish, jihad qilish, hijrat qilish va jamoat bo'lish, birlashish. Kimki musulmonlar jamoatidan bir g'irich yiroqlashidi ekan, u kishi asliga qaytmoqcha uning bo'ynidan islomning sirtmig'i chiqib ketadi. Jahiliyatning chaqirqini qilgan kishi jahannamga hukm qilgan kishidir. Sahabalardan biri: "Ey Allohning rasuli, u kishi namozni ado qilib ro'za tutsa shundoq bo'lamdi" deganda Payg'ambar alayhisalom: "Garchi namozni ado qilib ro'za tutsa shundoq bo'ladi. Allohning chaqirqi bilan chaqiringlar, musulmonlar, müminler ve Allah'ın bendeleri bulanlar" dedi. Tirmizi rivayet kılgan hadis. Bu hadiste Yahya aleyhisselamның ve İsa aleyhisselamның, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның ki her bir peygamber özünün ümmetini aldı bilen Allah'a hiç narsini şerik keltirmey, yalğız bir Allah'a ibadet kılışqa davet kılganlığı. Bunundan barliq peygamberlerinin davetinin tevhid ekanligi. Ular her biri öz kavmini Allah'ın bar birligiga ishonish, ibodatni yalğız bir Allah'a qilish, Allah'a hiç narsini şerik keltirmaslikdan ibaret tevhid davetiga chaqirdiganligi, payg'ambarlarning hammasining yo'lininki asosliq nishonining bir ekanligi bu hadisdan ochiq bayon qilinadi. Allah subhanahu va taolo her birimizni oxirgi hayotimizgacha tevhid aqidasida tavranmasdan mustahkam turib, Allohning diniga kishilarni da'vat qiladigan,
haqiqiy payg'ambarning varislaridan bo'lishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.